Do'stlar, hammaga xayrli kun. Exot platformasida amaliyot bo'limida yangilanish paydo bo'ldi va biz siz bilan uni hozir birga tahlil qilamiz. Buning uchun biz kursimizga qandaydir bir kursimizni darsiga kiramiz va amaliyot bo'limiga o'tamiz. Ko'rib turganingizdek, amaliyot variantlari funksiyasi paydo bo'ldi. Hozir birinchi variantimiz turibdi, ya'ni har bir o'quvchi o'tadigan savollar, o'tadigan testlar. Lekin endilikda esa siz variantlarni turli qilishingiz mumkin va bitta darsning ichida o'quvchilaringiz turli variantlarni yechishlari mumkin. Bu nima degani? Aytaylik, men do'stim bilan ushbu kursni sotib olganman. Menga shu kursni, shu darsni ichidagi amaliyot birinchi varianti tushishi mumkin, unga esa ikkinchi, uchinchi yoki to'rtinchi va boshqa variantlar. Bu qanday sozlanadi? Shunchaki ushbu plyusni bosamiz va ikkinchi variant sozlandi va shuning ichida biz turli boshqa testlarni ishlatishimiz mumkin. Aytaylik, birinchi variantda bu qanaqadir qiyinroq savollar bo'lishi mumkin, ikkinchi variantda boshqa yo'nalishdagi savollar bo'lishi mumkin, uchinchi variantda esa sal osonroq savollar bo'lishi mumkin. Ya'ni har xil variantlar qilish imkoniyati endilikda bor. Eng muhim tarafi bu qanday qilib taqsimlanadi. Ikkita rejim bor. Bu birinchisi bu ketma-ket, ya'ni o'quvchilar variantlarni navbat bilan olishadi. Aytaylik, men birinchi bo'lib kirdim, menga birinchi variant keladi. Do'stim ikkinchi bo'lib kirdi, unga ikkinchi variant keladi. Yoki tasodifiy rejimni tanlash mumkin, ya'ni har bir o'quvchiga tasodifiy tarzda variantlar tushib keladi. Bu aynan testni birinchi marta o'tayotganda ishlaydi. Ikkinchi, ya'ni qayta urinishda taqsimot bo'ladigan bo'lsa esa, bu yerda ham xuddi shunaqa. Aytaylik, men birinchi darsda 20 ta savoldan 18 tasiga to'g'ri javob berishim kerak edi. Lekin men unaqa qila olmadim. Demak, men qayta urinib yana bir marta testni topshiraman va shu yerda ayniqsa variantlar juda ham sizga kerak bo'lishi mumkin. Va bu yerda ham taqsimlash qanday bo'ladi? Ya'ni birinchi variantni men o'tdim, ya'ni o'ta olmadim. Va keyin agar ketma-ketni tanlab qo'yadigan bo'lsangiz, menga ikkinchi variant keladi o'quvchi sifatida, yoki tasodifiy qiladigan bo'lsangiz, sizda 3-chi, 4-chi, 5-chi variantlar bo'lishi mumkin bo'lsa, ularni tasodifiy har biri tushishi mumkin. Va ushbu funksiya orqali siz o'zingizni, amaliyotingizni, darslaringizni yanada qiziqarliroq qilishingiz mumkin va o'quvchilarga ko'proq natija bera olish uchun. Qisqacha aytganda, ushbu funksiya aynan shunday ishlaydi. Agar sizni qandaydir savollaringiz qolgan bo'lsa, bizni qo'llab-quvvatlash markazimizga murojaat qiling.